Hozir sizlar bilan make-up qilib, hayotimda qilgan eng katta xatolarimdan bittasini aytib bermoqchiman. Xullas, bundan 5-6 oy oldin o'zim marketdan gidrofilli masla zakaz qildim va bu meni hayotimdagi eng katta qilgan xatolarimdan bittasi bo'ldi. Hech qachon gidrofilli masla ishlatib ko'rmaganman. Men har doim yuzimni micellarkada tozalab olardim. Yuzim juda ham tiniq va ajinlar bo'lmagan. Tuqqanimdan keyin ham yuzimga umuman ajin tushgani yo'q. Lekin bundan 5-6 oy oldin gidrofilli maslaga qiziqib qoldim va o'zim marketdan zakaz qildim. Bir oy ishlatganimdan keyin meni ko'zimni tagiga ajinlar tushib ketdi. Judayam sezilarli darajada. Lekin o'sha ajinlarni hali ham ketkazib olganim yo'q. Men hozir judayam o'zim marketdan kosmetika sotib olganim uchun afsuslanaman va hech qachon o'zim marketdan qaytib kosmetika sotib olmayman. Nima demoqchiman? Har doim kosmetika olmoqchi bo'lsanglar, ishonchli va sifatli original kosmetika sotadigan magazinlardan xarid qilinglar. Qimmatroq bo'lsa ham. Shu bilan makiyajim ham tayyor. Uyda o'tirsam ham har doim chiroyli bo'lib, o'zimga qarab yurishga harakat qilaman.